Akalar, Marg'ilon shahrida yana bitta obyektimiz tugash arafasida bo'lib turibdi. Xo'p, bu yerda Sokol, Pollarga archa fasondagi kafel, zina xizmatlari, keyin mangal xizmatini qilib berganmiz. Ko'rishlar mumkin. Zinalar ponni avvalgi shaklda bo'lgan. Bunimizni 1 metrida mana mayda chudalar bilan hisobga olganda 2 metr faska bo'lyapti. Faskasi metri $2 bo'lgan. Stupenkani metri, yopishtirish metri 150 ming so'm bo'lgan. Shunda usta haqisi bitishi 1 metr 200 ming so'mga chiqqan usta haqisi. Ko'rishlar mumkin. O'zbekiston kafellaridan bosib berganmiz. Sokolga keladigan bo'lsak, sokollar high-tech fasonda bo'lgan. Paganometraga bitirib berganmiz buni ham. Usta haqisi 150 ming so'mdan bitirib berdik. Faskasi alohida. Ko'rishlar mumkin. Bu tarafda laklash jarayoni bo'lyapti. Mana shu holati, laklangan holati. Betga narsa tushib ketib qolibdi. Xo'p, mana bu taraflari laklanmagan holati, endi ozgina chang. Bu taraflari laklangan holati. Farqni ko'rib turibsizlar akalar. Bu tarafda ponni gulzorlar latoy bilan o'rab berganmiz. Latoylar usta haqisi 1 metr 300 ming so'mga chiqqan. Avvalniligini hisobiga, agar tekisroq joy bo'ladigan bo'lsa, kelishadigan joyi bor akalar. Qo'llariga angren kafelini bosib berdik. Xo'p, archa fasonda bo'lgan 1 metr kvadrat usta haqisi 120 ming so'm chiqqan. Bu taraflar yuvilgan, ozgina loy bo'lib turibdi. Agar mabodo bu kafel ham bunaqa qaytoq joy bo'lmaydigan bo'lsa, sal tekisroq joy bo'ladigan bo'lsa, kelishadigan joyi bor. O'rtaga bitta gul o'rnatib berganmiz. Bu tarafda ham yana bitta gul bor. Sement bor tagida hozir. Xo'p, 300 ming so'm bo'lgan, bu alohida qo'yilgan akalar. Bu tarafda mangal xizmati bo'lgan. Buni faskalari hamma narsasi ichida $1200 ga bitirib berdik. Ko'rasizlar akalar. Faskasi, kafel yopishtirish materialdan tashqari $1200 usta haqisi bo'ldi. Ko'rasizlar akalar. Hali laklangani yo'q. Laklangandan keyin bitta video chiqaramiz. Agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlar vodiy bo'ylab Toshkentga kelishilgan holda chiqiladi.